Introvertni tashlab santexnika shogirdga tushdim. Salqinda maza qilib, kayf qilib ishlayman. Shu videoni maksimalni tarqatib qo'yamizda. Aka, mana shularga tarqatak, hozir shularga kelsa hammamizni qishloqqa tarqatib yuboradi. Sizga mana nima? Kran. Mana nima? Datchik, kauchuk u. Ha, mana buchi. U sensor u, ko'rsatadi datchik. Mana bu Navodaga politsiyaning ovozini o'chirtirasiz. Bor, zayval qo'ldan bosh protagini so'ra, qo'lingga yozib beradi. Bor. This is the end. Abdullah 20 metron, garla paralechaylik. Yo'q aka. Aslida 20 metron, garla paralechaylik. Aka, men ham shogirdman, pul yo'q. Uka, hech bo'lmasa senda pul bor. Ber. Aka, 20 ming bor. Bergan. Manglar endi. Qalay o'lyapsizlar, Ahmadbek? Yaxshi, rahmat. Yangi shogird chatoq ekan. Nimaga? Kimdan bo'lsa pul so'raydi. Duch kelgan odamdan. Iye, qani o'zi yangi shogird? Shu avtobus bilan murta yetadi. Ha, shogird, nima qilyapsan? Shu ustakam avtobus bilan murta yetadi. Sen nimaga hammadan pul so'rayapsan? Nima yetishda duch kelgan odamdan pul so'rayapsan ekan? Shu bitta garila ishga keldi. Endi meni qarz qilmoqchimisan? Bor yo'q, sendaqa shogird kerak emas bizga. Hali meni ko'p eslayverasiz. Usta aka, mendan 20 ming pul olgan, berib ketsin. Hali meni ko'p eslayverasiz-mi? Zato yoniga qoldi. Sizlarga ham ishonchli va sifatli santexnika xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, cho'tkalar bitirib beramiz.